15 kishilik davra Obidjon Fayzdan bepul. Bora kelsa, maza qilib yeyman degan ishqibozga mana kelaveradi. Nimaga boring siz? Assalomu alaykum, hurmatli aziz birodarlar. Bugun 28 dekabr bayram yaqin. Barchalaringizni yangi yil bayrami bilan tabriklaymiz. Xudo xolasa mana shu novvosimiz bayram arafasi kuni so'yiladi. Ilhom aka, Aha. obunachilaringizga go'shti zo'rini ilinib sizda? Ha, albatta obunachilarimizga go'shti zo'rini ilinib turib, mana shu qassob bola Obidjon Fayz qassobxonasida so'yib yuboramiz. Mana shu novvosli go'shtini bor-u, yeganlar maza qilib. Toza shved qirg'iz. Gibrid, nariga ham gibrid. Kallalari mana joy-joyida. O'zimizni mana shu oqib beradi. Mana bo'yin. Bo'yinda qarang. Tri vazn necha mashina? Mashina. Tri vazn necha? Tri vazni kommentariyaga yozsin. Siz ham aytib bering bir og'iz. Qorbobo podarkasi bor. Men aytsam bilib bo'ladi. Behazillar kommentariyaga yozib turib, gaplashib. Kommentariyaga yozib turib, tri vaznda go'shtni qancha chiqishini yozib to'shnayotganlarga bor-u. Sovg'asi bor, Qorbobo 15 kishilik davra Obidjon Fayzdan bepul. Voy, gapni Tanjonni sog' olsin. Kim topsa mana shu 4 bo'lak go'shtini 15 kishilik davra Obidjon Fayzdan. Gap yo'q. Alohida video qilib chiqaramiz. 1-yanvar kuni 2026-yil 1-yanvar kuni aniqlanadi. Ha. Kommentariyaga yozishaveradi. Kommentariyaga yozinglar, mana shuni qancha go'sht qiladi tri vazn. Mana shu o'zimizda Oqberada Obidjon Fayz qassobxonamiz bor, go'sht markazi. Ash yerda so'yilib, stalovoy ham o'sha yerda halol, toza bor endi. Nima desa bo'ladi? Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Oqbera qishlog'i, Oqbera markazida. Oqbera markazida Obidjon Fayz deb yozilgan halol go'sht. Qora kelsa, maza qilib yeyman degan ishqibozga mana kelaveradi. Necha chiqadi mana shu? Seni bo'yin 185. Voh mana. Gap yo'q. Novvosni zo'rmi mana shu uzoqdan ko'rib. Jamshidbek. Tanjonlaring sog' bo'lsin. Mana shu mehnatlarimizga qilinayotgan ehsonlarga bittadan like, podpiska, kommentariyada o'zlarining fikrlarini bildirib qo'yasizlar. Qassob bola uchun ham bittadan gap yo'q ukadi pas. Mashina kilasini to'shni aytib aytganlarga qandoshirog'i bilan kelami, o'ta yarim bilan kelami, kelaveradi behijolat. 15 kishilik bazm sizdan. Somsa yeydimi, shashli yeydimi, ovqat yeydimi? Farqi yo'q. Bosamiz. Gap yo'q. Bir qantili ham bir mardli. Yanvar kuni aniqlaymiz buni. Ha. Buning uchun sizga podpiska bo'lish kerak. Yo'q, albatta. Likelarni gumbalash kerak, kommentariy ham bosish kerak. Mana Sharp akam ham keldi. Ilhom aka hozir bularni sentrga olib chiqib baylaymiz, o'sha yerdan bitta syomka qiladi. Baylab yuborasizmi sentrga olib chiqib? Qassobxonani, oshxonalarga ko'rsatadi. Birodarlar, Oqberani sentrdagi go'sht markazi mana. Har xil go'shtlar bor. Mol go'shti, qo'y go'shtimi, kurka go'shtlari. Keldi mana novvos, reklama degan novvos keldi. Do'stlar, bu so'yiladi. Adresimiz Farg'ona viloyati Oltiariq tumani. Oqbera qishlog'i sentrida. Obidjon Fayz go'sht markazi. Shashlilar bo'lyapti, somsa, kurka go'shtlari. Tayyor shashlik qilgani ko'ralar. Va albatta o'sha reklamadagi novvosimiz mana shu yerda so'yilib sizlarni bemalol mehmon qilishga yetadi. Kelaverasizlar. Tanjonlaring sog' bo'lsin, bittadan like, podpiska. Mana shu qassob bola so'yib va'dasini bajaradi. Novvoslar baylangan, so'ygani tayyor. Unisi ham yetib keldi mana. Uchovi ham so'yladi. Qiyma, uskovoy. Har xil turda taom. Shuruylar bittasini mana Stalbaga, bittasini Beri Stalbaga. Temirda yana bir bora kelayotgan bayramlaringiz bilan tabriklaymiz. Tanjonlaring sog' bo'lsin. Hamma yo'q bor. Bizda bor-ku, hamma yo'q bor. Hamma mahsulotlar bor. Bemalol. Novvosdan so'ytirib qo'yiladi mana shu yerga.
Hozirdan bayram boshlangan. Birodarlar, shashlipas bola xizmatga tayyor. Kelaverasizlar Obidjon Fayzga, Qashqadaryo orasida keling. Tan jollaring sog' bo'lsin.